Sanoat olamida yetakchi bo'lgan Navoiy viloyati san'at va madaniyatda ham faollik ko'rsatishda davom etmoqda. Boisi yurtboshimiz tashabbusi bilan joriy etilgan loyihalarning barchasida ushbu hudud yoshlari peshqadamlikni qo'ldan boy bermay kelmoqda. Dasturlarimiz mobaynida xabar berib kelayotganimizdek, o'quvchi yoshlarning san'at, madaniyat va teatr sohasidagi iqtidorlarini kashf etish hamda rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan Turon maktab teatri respublika tanlovining o'tgan mavsumida g'oliblik aynan shu viloyat jamoasiga nasib etgan edi. Bu yil ham ayni manzilning ishtirokchilari jiddiy tayyorgarlik bilan loyihaning navbatdagi saralash bosqichiga yetib kelishganligini guvohi bo'ldik. Biz esa ijodiy guruhimiz bilan ularning ikki shart asosida kechgan bellashuvlardagi faolliklarini tasvirlarga muhrladik. Mas'ullarning ma'lum qilishicha, Turon maktab teatri respublika tanlovida ishtirok etish uchun viloyatning 367 ta umumiy o'rta ta'lim maktablaridan 1252 ta maktab jamoalari onlayn ro'yxatdan o'tgan ekan. Aytish joiz, ushbu jamoalar 8 nafar ishtirokchilardan iborat bo'lib, o'quvchilar soni 10.016 nafarni tashkil etgan. Ular orasidan g'olib deb topilgan 11 ta jamoa, ya'ni 88 nafar ishtirokchi siz tasvirlarda ko'rib turgan bosqichda o'z omadlarini sinab ko'rishdi. Mana bugun Turon maktab teatri respublika tanlovining viloyat bosqichi Navoiy shahridagi Qo'g'irchoq teatrida tashkil etilmoqda. Bu teatrda o'zi asosan tashkil etishdan maqsad o'sha o'quvchilar bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, qolaversa madaniyat sohasiga bo'lgan qiziqishlarini, teatr sohasiga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirish. Bundan tashqari mana chekka hududlarimizda iqtidor egalarini namoyon qilishdan asosiy maqsad ko'zlangan. O'tgan yilgiga agar solishtiradigan bo'lsak, o'tgan yilgidan nisbatan bu yil o'quvchilarimiz o'sha viloyatda 367 ta maktablar bo'ladigan bo'lsa, 1252 nafar jamoalar ishtirok etish istagini bildirib ro'yxatdan o'tishgan. Bu ham o'tgan yilga nisbatan yuqorilaganligimizni guvohi bo'lish mumkin. Shaxsan mana o'tgan yili biz respublika tanlovida Navoiy shahar jamoasi birinchi o'rinni olgan. Bunda juda ham o'quvchilarimizga katta motivatsiya berib, o'sha har bir maktablarda mana shu Turon teatrlari yuqori saviyada tashkil etilayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Tuman shahar bosqichlarida shaxsan o'zim ishtirok etishga harakat qildim. Shuni ko'rdimki, guvohi bo'ldimki, o'quvchilarimiz juda ham yuqori saviyada harakat qilayotganligi, o'sha tanlovda munosib ishtirok etishga harakat qilayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Tanlov nizomiga ko'ra birinchi shart bizning maktab deya nomlangan. Ushbu bahsda ishtirokchi jamoalar 3 daqiqa davomida tahsil olayotgan ta'lim muassasasining erishgan yutuqlarini badiiy, musiqiy hamda sahna ko'rinishi orqali tanishtirishadi. Mazkur hududda ham jamoalar o'ziga xos ko'rgazmali vositalar bilan bor mahoratlarini ishga solishdi. Shuningdek, ilk bahsda 2 daqiqa vaqt mobaynida 5 ta savolga ham javob berdilar. Biz to'g'ri birinchi marta qatnashimiz, o'tgan ham alamli mag'lubiyat bo'lgandi biz uchun. O'sha ham birinchi shartda yaxshi balob, ikkinchi shartda omadimiz kelmay qolgandi. Shuning uchun bu safar ancha tayyorlandik, o'zimiz ishlab, xatolarimizni kuzatdik va bu safar yaxshi tayyorlanib, mana Xudoga shukr birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Turon to'garagi tashkil etilgandan buyon maktabimizda shu to'garak rahbari sifatida faoliyat yuritaman. To'garagimda 20 dan ziyod o'quvchilarim bor. Bu to'garakning nufuzli tomoni shundaki, o'quvchilarimizning nutqini o'stirishda, teatr, san'at sohasini yanada yuksaltirishga juda katta ahamiyati bor. Va shuningdek, shoirlarimizning, adiblarimizning hayotlari, faoliyatlari, ularning adabiyotga, san'atga qo'shgan hissalari haqida keng ma'lumotga, tushunchaga ega bo'lib bormoqdalar. Bundan xulosa shuki, ularning nutq madaniyati rivojlandi va sahna madaniyati juda ham rivojlandi. Teatrning birgina spektakli orqali yurt o'tmishi, istiqboli va kelajagi aks etgan voqealar rivojini jonli kuzatish mumkin. Unda hayotning rang-barang jihatlari namoyon bo'ladi. Shu bois sahna hikmatlari zamonlar osha avloddan avlodga yetib kelayotgan ma'naviy, madaniy mulk deya ta'rif beriladi. Bugun sahnada rol ijro etayotgan yoshlar shuni anglagan holda o'zlariga berilgan qahramonlarning hayoti, xarakteri, uning ichki kechinmalarini ham chuqur his etishgani ko'rinib turibdi. E'tirof etish joiz, hududning olis manzillaridan viloyat markaziga yetib kelgan iste'dod egalari g'alabaga erishish uchun ortga chekingani yo'q. Bir so'z bilan aytganda, mazkur loyiha sog'lom raqobat muhiti va ijodkorlik mahoratlarini ko'rsatib berish uchun maydon bo'ldi.
To'g'ri maktab teatri respublika tanlovining viloyat bosqichiga hozirda Uchquduq tuman nomidan qatnashyapmiz va mana shu viloyat va tuman bosqichlariga tayyorgarlik jarayonining o'zida ham biz insonlar yillab, oylab ololmaydigan tajribalarni haftalar va oylar mobaynida yig'yapmiz hamda mana shu tanlovga qatnashning o'zi Turon teatri nafaqat bizga aktyorlik mahoratimizni emas, balki notiqlik san'ati va muloqot madaniyatini o'rganishimizga ham katta hissa qo'shdi. Ikkinchi shart teatr ibratxona sahna spektakl deb nomlangan. Unda ishtirokchi jamoalar milliy va umumiy insoniy qadriyatlar, urf-odat va an'analarimizga zid bo'lmagan tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlardan birini tanlab, spektakl namoyish etadilar. Shart uchun ushbu jamoaga 15 daqiqagacha vaqt ajratildi. O'qituvchi sifatida ularga faqat ma'lumot beribgina qolmay, ham rejissyorlik tomonidan, ham dizayner bo'lib, birgalikda, ham jihatlikda, ham fikrlikda ishlashga o'rgatdi bizadi bu tanlov. Hamda bolalar bilan fikrimiz bir joydan chiqib, birdamlik bilan bir asarni tomoshabinga yetkaza olish mahoratini, san'atini o'rgandik. Asarni ham xohlagan joyidan olib shunchaki tomoshabinga namoyish etish emas, tomoshabinni o'z ko'ngliga yetib boradigan, o'sha gaplarimizni ayta oladigan darajada chiqarish uchun o'z jamoamiz bilan yakdil tarzda birdamlikda ish olib bordik va bugungi sahna ko'rinishida tanlovda biz G'arbiy frontda o'zgarish yo'q 10-sinf adabiyotidan ikkinchi qismidan asarni tanlab oldik. Epizod parchalarida tomoshabin uchun atalgan g'oya bor. Shu kuni yaxshilik va yovuzlik jangi, mehr-oqibat va xudbinlik chegarasi, manqurtlik va ma'naviy boylik kabi ko'plab ezgulik g'alaba qozongan sahna hikmatlari tomoshabinlar hukmiga havola etildi. Ushbu tanlov orqali biz jadidlar 20-asrda yashab o'tgan, biz uchun haqiqiy buyuk timsollarga aylangan jadidlarimiz, biz uchun ilk bora maktablar ochgan, biz uchun ilk bora darsliklar yozgan jadidlarimizni yana bir bora tanimoqdamiz. Va men xulosa o'rnida shuni aytib o'tishim joizki, ushbu tanlovga qo'shilib men kelajakda ham jadidlarimizga o'xshagan haqiqiy elparvar, vatanparvar insonlar bo'lib yetish har bir yosh uchun farz deb bildim va men alohida minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki prezidentimiz ham biz yoshlarning tariximizni bilishimiz uchun juda katta ko'maklashmoqda. Turon teatr tanlovi bu birinchidan menga o'xshagan aktyorlikka, san'at sohasiga qiziqqan bolalarga o'qishga kirishiga, o'zini nimasini oshirishga, mas'uliyatini oshirishiga, tajribasini oshirishga juda katta yordam beradi. O'zini talantini oshirishda, ancha bir odamlar bilan, bolalar bilan katta sahnalarda aktyorlarimiz chiqib yurgan katta sahnalarda rol ijro etishga yordam beradi. Juda xursand. Bu tanlov albatta davom etishini istaymiz. Turon maktab teatri tanlovi yoshlarni milliy qadriyatlarimizni anglash, ajdodlar merosini o'rganish, ularga munosib avlod bo'lish uchun bel bog'lagan yoshlarni ezgulikka da'vat etgani shubhasiz. Eng asosiysi, tanlov ona vatanga muhabbat, qadriyatlar va urf-odatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash bilan bir qatorda yigit-qizlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning sahnadagi mahoratlarini oshirish, nutq madaniyatini shakllantirishga xizmat qilayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Amir Temur himmatidan ulug'bek so'zi. Avaqtadan boshatilisini bir zindoni. Bugun men qutuldim. Taxt havosidan u odamga ozodlikni qaytib bergan. Bu oqshom Samarqandni tark etamiz. Mana yurtboshimiz tashabbusi bilan mana 2 yildan beri mana shu Turon tanlovi tashkil etilyapti-da. Buni hech qanday bir ta'riflab berishga so'z ojizda. Bolalar mana o'tgan yilgiga nisbatan juda ham qattiq tayyorlangan, shunday shakllangan, rivojlangan. Bugun mana shu tanlovga kelib o'zimni, mana farzandimni qanchalar vatanparvarligini, maktab jamoasini, maktab sha'ni uchun qanchalik kurashayotganligini ko'rib, to'g'risi juda ham hayajonlandim. Bunaqa tanlovlarni o'tkazilishi ota-onalar uchun ham, mana shu bolalar uchun ham juda ham yaxshi-da. Ular kerak bo'lsa o'zini iqtidorini namoyish etyapti. Bularni bunaqa tanlovlarda ishtirok etishi men o'zim ota-ona sifatida shunday deb hisoblayman. Katta hayotga qadam qo'yganda ham mana shunaqa qo'rqmasdan bitta ishni eplaydigan, bajaradigan, o'z maktabi uchun, o'z oilasi uchun, o'z vatani uchun har narsaga tayyor bo'lib tarbiyalanadi. Buning uchun men mana shu tanlovni tashkil etgan yurtboshimizga ham chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat.
Har bir spektakl hakamlar tomonidan tahlil qilindi. Jarayon davomida sahna chiroqlaridan foydalanish, dekoratsiyalar joylashuvi kabi har bir jihat e'tiborga olingani qayd etildi. Mana bir necha kunlardirki biz respublikamiz bo'yicha Turon maktab teatr jamoalarini, viloyat bosqichlarini ko'rigidamiz, qatnashyapmiz. Bilasizmi, har bitta viloyatda o'ziga yarasha chiqishlari bor. Ularni urf-odati, ulardagi bir tanishtiruv qismlari deysizmi, tanlangan asarlar yuzasidan qo'yilgan sahna ko'rinishlari deysizmi, hammalarini o'ziga xos. Biri ikkinchisiga hech ham o'xshamaydi. Lekin ba'zi bir shunday asarlarni bolalar sahnada ko'rsatishyapti. Kattalar ijrosida ham maromiga gohida yetmay qoladigan asarlarimiz bor. Masalan, Navoiy deysizmi, Mirzo Ulug'bek deysizmi, bunday allomalarni rolini ijro etish o'zi bo'lmaydi, mukammallikni talab qiladi. Lekin bolalar ana shu asarlarga murojaat qilib ko'rsatishyapti imkon qadar. Lekin bu demak bolalarni bizni allomalarimiz hayoti ijodiga befarq emasligidan dalolat beradi. Bu deganimiz, lekin yoshlarni o'zlariga xos mos asarlar ham yo'q emas, juda ham ko'p. Aynan hozir o'zlariga xos asarlardan ko'rsatilganda kimnidir yosh katta odamni ijro qilmagan bo'lishardi. Endi hammada xato bor, ish bor, joyda kamchilik bor. Bular hozir bizda professional aktyorlarga talab qilinadigan talabni bularga biz qo'ya olmaymiz. Chunki ular institutda o'qishadi, necha yillab mehnat qiladi, shu darajaga yetadi. Lekin bolalar o'zini imkoniyatdan kelib chiqib, ana shunday asarlarda rol o'ynashi bizga, masalan, menga juda ham qiziq. Navoiy viloyatini aynan ta'kidlab o'tmoqchiman. Bugun juda biz bahslashadigan guruhlar, jamoalar ko'p. Chunki o'sha yaxshi o'rinlarni oladigan guruhlar ko'p. Bugungi tadbirni yakunida e'lon qilamiz. Hozir hammalarini shaffof yo'lida baholaymiz deyman. Bolalar yaxshi aktyor bo'ladigan bolalar ham bor, ko'rinib turibdi. Ijodiy barkamolliklar tilayman. Tarixni, shonli o'tmishimizni anglash, uni o'rganish ishtirokchilar oldiga qo'yilgan vazifa edi. Shu bois ushbu tanlov orqali ular iqtidorlarini namoyon etish barobarida bilimlari ham boyiganligini faxrlanib gapirib berishdi. Yurtboshimiz tomonidan tashkil etilgan bu tanlov bizni yashirin iqtidorlarimizni ochishga yordam berdi. Bu hayot yo'limizda albatta jamiyatda o'z o'rnimizni topishimizga juda ham katta hissa qo'shadi degan umiddaman. Har bir ishtirokchi va jamoamizning har bir ishtirokchisi bu tanlovda ishtirok etgandan bag'oyatda xursand. Shu tanlovda qatnashganimiz sababli bizni adabiyotga, san'atga bo'lgan qiziqishimiz yanada ortdi. Yakuniy natijalarga ko'ra Zarafshon shahar 2-maktab o'quvchilaridan tarkib topgan Chig'atoy Gurungi jamoasi faxrli 1-o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan bo'lsa, Navoiy shahri 16-maktabning artist jamoasi 2-o'rinni, Karmana tumanidan ishtirok etgan 3-maktabning Shukur Burxonov izdoshlari faxrli 3-o'rinni egalladilar. Shu kuni barcha jamoalar viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasining diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Biz esa navoiylik o'quvchilarga omad tilab, galdagi hudud Jizzax viloyatidagi tanlov tafsilotlarini ham tayyorlashga kirishdik. Jarayonlarni kuzatib boring. Sizlarga eng bilimdon yosh avlod vakillarini tanishtirishda davom etamiz.